Temir eshik endi eshiklar haqida gaplashamiz, hurmatli podpисчиклар. Xorazm viloyati Yangibozor tumani Persizdaman. Ro'zgul to'yxonaning oldida joylashgan bo'ladi. Xivadan bir yurtdoshlarimiz kelib tashkillashtiribdi. Shundan kelaversangiz chap qo'lda bo'ladi. Ro'zgul to'yxonasining shu ro'parasida Xuma to'yxonaning pasida bo'ladi. Yangibozordan kelaverishdagi yo'l bo'ladi. O'ng qo'lda joylashgan. Eshiklarda har xil turlaridan barincha kerak bo'lsa shu yerda bo'ladi. Bemalol zakaz etsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aha, jalonsiz. Sog'man geldingiz. Bir xalqimizga tushuntirib bering bir. Yangiliklar qildingiz bu yerda. 5 kilitli zamok, 1-2'lik lis, 1-7'lik profiller. Kulakları DJ'ye basılgan. Aynalisi 2 kat bo'ladi. Arkaları alikafon bo'ladi. Kileye basılgan. Laboy girmekke. Soğuktan neden Yok, bu saqlashini için. Teller net fotoğrafıydı. 800 ming so'm kvadrat. 800 ming so'm kvadrati. Onun bitkisi akbarıp ondan tutlaramiz. Dastavkalar necha bo'ladi? Dastlabki ham o'zi ichinde. Shuni shundami? Aynalisi, penasi arkasini. Yaxshi. Kelishdan uylar bor axir. Kelishtiramiz, xudo xolasa. Bular nima eshik bular? Bu laminat eshik. 1.20'ye 2 yo'llik laminat eshik. Bu yan başından neler barmay? Transit koronaları, zamoklar var. İçinde koyup duranlar var. Gösteririz. Bu yo'llik 15 korobka bo'ladi. Arkasında rezingeleri 40 polojinning bor. Punktni ham boshida bo'ladi ekan, ha? Eshiklar, assortimentlar ko'p ekan. Xudo xolasa ko'p bo'lamiz. Har bitimizda bor. Necha yo'lashda xudo xolasa. Bular bir xil eshikmi, bu har xilmi? Har xil bo'ladi. Bu atlar bilan tushuntirib bersam, qaysi? Bu laminat eshik, yine. Burada göstereceğimiz mana shu koronasi bilan zamoki qo'yilgan. Eshik komplekt bo'ladi, o'rnatilishi. Komplekt. Bu Krashin eshik deb aytiladi. Hozirgi modadan toza chiqib turgan. Krashin eng yaxshisi ham bu 4 mesh tarkibli 2 ana, bir ham emas, 2 ana 4 mesh tarkib. Ina bittisi mana. Gatoy holatda. Karakollar qo'yib, 4 dan zamoklarni qo'yib, 5 yetli xudo xolasa buni qo'yilishi. Açıp beklenişini göreyim. Yengil o ha? Açıp bekleyip göreyim. Zor bu. Yok kullanmamıza zaten iş yaparımız ne tarafsa da. Bu zakaz bilen hem zıtörüsler? Zakaz bilen zıtörümiz bir dekilerin buna nasip olsa ilacı varsa resmi doğru gelse geliştirip veremiz. Bunlar Krashin ilacı 1 milyon 100'den kvadratı. Nalışiki zamoku ponni bittisi bo'lardi. Laminat eshiklarimizni 850 dan zot berib o'tadi, 800 ming so'm zot beramiz. O'rsdan Rossiyadan turib ham zakaz etsam bo'ladimi? Filtrlar adresi tushuntirsalar, bor razmenlarimizdan olib borib ustanib ketdi. Kimdir toza joy saqlam bo'lishi mumkin, kimdir eshik qo'ydirajak bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'zi valla ko'rib aytadilar bu, baribir bor, vaqtni bedan yakunlab oldik, 2 yillikda. Kelib ketib bermaydilar-da, shotdan pul o'tirib. Bermaydilar, adres tushuntiradilar, boramiz. Razmenlamamiz o'zimiz kapkolojini o'rnatib videolar bilan o'yindagilarni ko'rsatamiz. Bu ajoyib ishlab beramiz. Chiroyli etib o'rnatib ketasizlar, ha? Xudo xolasa shu kapkolojini sasnatanka 100% kuru korobkalari. İçeri reykaları ekspert reyka bo'ladi. Garantiyali narsa. Garantiyali narsa. Bize shu o'damiz, xudo xolasa. Eng asosiy sifatga e'tibor berasizlar. Sifatga e'tibor beramiz. Hammasi 0.8lik, bizda 0.6lik ish yo'q. 0.8lik shu yaxshisi shular bu urgan vaqtida 0.6lik baribir netadagi. Farq bo'ladi. Ko'tarib ko'rsalarim bo'ladi o'zi. Yana eshiklar arkasında o'zi korobkalar ko'rinishidan ham biladilar buni. Qalinligi. Ha, ko'rib turibdilar bu. İnternet'e chiqib turibdi hozirman. Zo'r. Ajoyib. Xudo xolasa. Hava kimlarga mana shunday temir eshik yoki tumshun taxta ishlarni qo'ydirajak bo'lsangiz, bemalol pastda nomerlar qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Yangibozor Xalqaro Persizda bo'ladi. Ro'zgul to'yxona ro'parasida, Xuma to'yxona pasida bo'ladi. Bemalol telefonlashib gaplashib zakaz etsangiz bo'ladi. Siz Rossiyadan ko'p turibsizmi, Qozog'istondan ko'p turibsizmi, bemalol zakaz etib, uyingizda chiroyli etib o'rnatib berib ketadilar. Dastavkasi bepul axir. Bepul.